2026 Chevrolet Lacetti yangi avlod sedani sifatida bozorga qaytmoqda va u zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar hamda tejamkor dvigatel bilan e'tiborni tortadi. Ushbu model kundalik haydash uchun qulay, oilaviy sayohatlar uchun keng va ishonchli avtomobil sifatida ishlab chiqilgan. Yangi platforma asosida yaratilgan ushbu sedan ko'plab yangilanishlarga ega va narxni taklif etadi. Tashqi ko'rinishda avtomobil keskin chiziqlar, keng radiator panjarasi va LED faralar bilan ajralib turadi. Old bamper sportiv uslubda bezatilgan bo'lib, aerodinamik shakl yoqilg'i samaradorligini oshiradi. Yon tomonda yengil qotishmali disklar va zamonaviy oynalar dizaynga o'ziga xos joziba beradi. Orqa qismida esa ixcham stop chiroqlar va nafis spoiler mavjud ko'rinadi ham. Ichki salon keng va ergonomik tarzda loyihalangan bo'lib, sifatli materiallar ishlatilgan. Yumshoq o'rindiqlar uzoq safarlarda ham qulaylik yaratadi. Rul boshqaruvi ko'p funksiyali tugmalar bilan jihozlangan. Markaziy panelda esa katta sensorli multimedia ekrani joylashgan. Konditsioner tizimi avtomatik boshqaruvga ega bo'lib, salon haroratini barqaror saqlaydi. Orqa o'rindiqlar ham keng joy taklif etadi. 2026 Chevrolet Lacetti kapoti ostida zamonaviy va tejamkor benzinli dvigatel o'rnatilgan. Ushbu agregat optimal quvvat ishlab chiqarib, shahar va trassa sharoitida barqaror harakatni ta'minlaydi. Avtomat va mexanik uzatmalar qutisi variantlari haydovchiga tanlov imkonini beradi. Yoqilg'i sarfi kamaytirilgan bo'lib, ekologik standartlarga mos keladi. Dvigatel jim va silliq ishlaydi yuqori samaradorlik bilan. Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada yangilangan. Avtomobil apps va ESP kabi elektron yordamchilar bilan ta'minlangan bo'lib, favqulodda vaziyatlarda barqarorlikni saqlaydi. Old va yon havo yostiqchalari haydovchi hamda yo'lovchilarni himoya qiladi. Orqa kamera va parktronik tizimi to'xtashni osonlashtiradi. Shuningdek, xavfsizlik kamarlarida kuchaytirgichlar mavjud. Haydovchi uchun ishonchli himoya darajasi.